Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opalarimiz va akalarimiz. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim holatlarda pensionerlarga pul to'lash to'xtatilishi, pensiya miqdori qayta hisoblanishi yoki ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu gap har bir pensionerga tegishli. Chunki ko'pchilik oddiy bir xatolik. Vaqtida xabar bermaslik yoki hujjatdagi kichik nomuvofiqlik sababli keyin muammoga duch keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar aynan sizga, ota-onangizga yoki yaqinlaringizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Men bugun vayma qilish uchun emas, balki nima taqiqlanishi, nimalarga ehtiyot bo'lish kerakligi va muammoga tushmaslik uchun qanday yo'l tutish lozimligini oddiy tilda tushuntiraman. Avval pensionerlar orasida shunday tushuncha bor edi: pensiya tayinlandimi? Demak, pul har oy kelaveradi. Boshqa hech narsa qilish shart emas. Ko'pchilik men pensiyaga chiqqanman, endi hujjatlarim tekshirilmaydi deb o'ylardi. Amalda esa pensiya tizimi doim nazorat qilinadi. Pensiya shaxsning yoshi, ish staji, daromadi, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati yoki boshqa asoslar bo'yicha tayinlanadi. Agar shu asoslardan biri o'zgarsa, pensioner bu haqida tegishli tashkilotga xabar berishi kerak. Endi nazorat yanada kuchaymoqda. Turli davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi tezlashgani sababi pensionerning ishlayotgani, yashash joyi o'zgargani, chet elga uzoq muddat ketgani, nogironlik muddati tugagani, meros yoki boshqa huquqiy holatlar bo'yicha o'zgarishlar aniqlanishi osonlashdi. Eng katta xavf shundaki, pensioner men bilmagan edim desa ham, agar qonun bo'yicha xabar berish majburiyati bo'lgan bo'lsa, ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, kishi nogironlik pensiyasi oladi. Nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, muddat tugagandan keyin qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar odam ko'rikdan o'tmasa, lekin pensiya pulini olishda davom etsa, keyin tizim buni aniqlaydi. Shunda bir oy emas, ba'zan bir necha oy yoki undan ko'proq muddat uchun ortiqcha to'langan summa hisoblanishi mumkin. Bu pensioner uchun og'ir bo'ladi. Chunki bir kunda kat pulni qaytarish talabi paydo bo'lishi ehtimoli bor. Yana bir holat. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oila a'zosi o'qishni tugatgan. Ishga kirgan yoki qonunda ko'rsatilgan yosh chegarasidan o'tgan bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumot vaqtida bildirilmasa, pensiya to'lanishda davom etadi. Keyin esa nega vaqtida xabar bermadingiz degan savol tug'iladi. Shu sababli bugungi qoidalarni bilish nafaqat pensionerning o'zi, balki farzandlari, nevaralari va yaqinlari uchun ham muhim. Men birinchi navbatda shuni aniq aytaman: oddiy yoshga doir pensiya oladigan, hujjatlari to'g'ri, yashash joyi aniq, hisob raqami o'ziga tegishli va hech qanday yashirin o'zgarishi bo'lmagan pensioner vahima qilmasligi kerak. Qoidalar asosan o'zgarishlarni yashirish, noto'g'ri ma'lumot berish, boshqa odam nomidan pul olish, hujjatni qalbakilashtirish yoki pensiya olish huquqi yo'qolgandan keyin ham pul olish holatlariga qarshi qaratilgan. Pensioner bilish kerak bo'lgan birinchi masala: pensiya faqat qonuniy asos mavjud bo'lganda to'lanadi. Masalan, yoshga doir pensiya uchun yosh va ish staji muhim. Nogironlik pensiyasi uchun tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi muhim. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun vafot etgan shaxsga qaram bo'lganlik, yosh, o'qish yoki mehnatga layoqatsizlik holati muhim. Agar shu asoslar o'zgarsa, pensiya ham qayta ko'rib chiqiladi. Ikkinchi masala: pensiya oluvchi o'z holatidagi muhim o'zgarishlarni yashirmasligi kerak. Bunga yashash joyining o'zgarishi, bank kartasi yoki hisob raqami bilan bog'liq muammo, familiya yoki pasport ma'lumotining o'zgarishi, nogironlik muddati tugashi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasiga ta'sir qiladigan o'qish holati, chet elga uzoq muddat chiqib ketish kabi vaziyatlar kiradi. Men buni muhim deb o'ylamagan edim degan gap keyin yordam bermasligi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Onaxon 68 yoshda yoshga doir pensiya oladi. U Toshkent viloyatidan Farg'onaga ko'chib ketdi. Lekin ro'yxatdan o'tish, yashash manzili va pensiya bo'yicha tegishli bo'limga xabar berishni kechiktirdi. Agar to'lovda muammo chiqsa, bank kartasi bloklansa yoki hujjat tekshiruvi talab qilinsa, onaxon bir necha hafta yugurib yurishi mumkin. Agar u ko'chgan zahoti mahalla tegishli pensiya bo'limi yoki vakolatli davlat xizmatlari orqali ma'lumotni yangilaganida muammo ancha oson hal bo'lardi. Yana bir misol: 62 yoshli aka yoshga doir pensiya oladi va qo'shimcha ravishda ishga kiradi. Bu holatning ta'siri pensiya turiga, ish shartlariga
va amaldagi tartibga bog'liq bo'lishi mumkin. Eng xavflisi shuki, odam ishga kirganini yashirib, baribir bilishmaydi deb o'ylaydi. Hozir ish haqi, soliq, ijtimoiy to'lovlar va mehnat shartnomasi bo'yicha ma'lumotlar elektron tizimlarda aks etadi. Agar pensiya miqdoriga yoki imtiyozga ta'sir qiladigan holat bo'lsa, keyin qayta hisob-kitob qilinadi. Shuning uchun ishga kirgan pensioner darhol aniqlashtirib olishi kerak. Mening pensiyamga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Qaysi hujjat kerak? Qayerga xabar beraman? 3-masala. Boshqa odamning pensiya pulini olish masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Ko'p oilalarda farzand yoki nevaraning qo'lida pensionerning bank kartasi bo'ladi. Agar pensionerning o'zi rozilik bergan bo'lsa ham, hujjatsiz, ishonchnomasiz yoki noaniq tarzda pul yetish keyin nizo keltirib chiqarishi mumkin. Eng og'ir holat pensioner vafot etgandan keyin ham uning kartasidan pul yetish. Buni juda aniq aytaman. Bunday pulni olish mumkin emas. Vafot etgan shaxs nomiga kelgan to'lov bo'yicha alohida tartib bor. Meros, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha hujjat bilan murojaat qilinadi. Karta qo'lda turibdi deb pulni yechib olish keyin noqonuniy olingan summa sifatida qaytarilishi talab qilinishiga olib kelishi mumkin. 4-masala, hujjatdagi xatolarni vaqtida tuzatish kerak. Ba'zan pasportdagi ism boshqacha, mehnat daftarchasida boshqacha, nikohdan keyingi familiya o'zgargan, ish staji yozuvida sana noto'g'ri yoki arxiv ma'lumotida kamchilik bo'ladi. Pensioner mayli yuraveradi deb qo'ysa, keyin qayta hisoblash. Qo'shimcha stajni tan olish yoki pensiyani oshirish masalasida qiynaladi. Men ko'p ko'rganman. Odam 30 yil ishlagan, lekin hujjatda 2 yil ish staji tasdiqlanmay qolgan. Shu 2 yil ba'zan pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar arxivdan ma'lumotnoma olib, ish joyi tugatilgan bo'lsa, huquqiy voris tashkilotini topib, vaqtida hujjat yig'ilsa, odam o'z haqini oladi. Endi kimlar ko'proq xavotir olish kerakligini aytaman. Birinchidan, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan va ko'rik muddati yaqinlashayotgan odamlar. Ikkinchidan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan, ayniqsa o'qishda bo'lgan farzandlar. Uchinchidan, chet elga uzoq muddatga ketayotgan pensionerlar. 4-dan, ishga kirgan yoki tadbirkorlik boshlagan pensionerlar. 5-dan, hujjatlarda familiya, tug'ilgan sana, ish staji yoki manzil bo'yicha nomuvofiqlik bo'lganlar. 6-dan, pensioner nomidan boshqa odam pul olayotgan oilalar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yoshga doir pensiyangiz pasportingiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, hech qanday soxta hujjat topshirmagan bo'lsangiz va pensiya olish huquqingizni o'zgartiradigan vaziyat bo'lmasa, sizga faqat tartibni bilib yurish kifoya. Lekin xavotir yo'q degani tekshirib turish kerak emas degani emas. Har bir pensioner kamida yiliga bir marta o'z pensiya hujjatlari, bank hisob raqami va shaxsiy ma'lumotlari to'g'riligini tekshirtirib olgani yaxshi. Keling, raqamli misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, pensioner oyga 1.200.000 so'm oladi. Unga ta'sir qiladigan holat 5 oy oldin o'zgargan, lekin xabar berilmagan. Agar shu 5 oy davomida to'lov qonuniy asos bo'lmagan holda amalga oshgan deb topilsa, 6 million so'm ortiqcha to'lov masalasi chiqishi mumkin. Bu pulni birdan qaytarish pensioner uchun qiyin. Ba'zan ushlab qolish orqali qaytarish tartibi qo'llanishi mumkin, ba'zan alohida qaror bo'ladi. Lekin eng to'g'ri yo'l bitta. O'zgarish bo'lsa, vaqtida murojaat qilish. Yana bir misol. Talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kunduzgi ta'limda o'qiyotgani sababli to'lov davom etmoqda. Lekin u o'qishni tashlab ketdi yoki sirtqi ta'limga o'tdi. Ammo bu haqida xabar bermadi. Tizim buni keyin aniqlasa, o'qish holati o'zgargan kundan boshlab to'lov qayta hisoblanishi mumkin. Talabaning o'zimga oilamga yordam berish uchun pulni olgan edim desa ham, qonuniy asos bo'lmasa, muammo chiqadi. Shuning uchun o'qish shakli, kursdan qoldirish, akademik ta'til, o'qishdan chetlatish kabi holatlar juda muhim. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat. Hamma o'zgarish ham pensiyani to'xtatadi degani emas. Masalan, oddiy yoshga doir pensioner ishga kirsa, bu har doim pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar yoki maxsus toifadagi to'lovlar bo'yicha ish holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shu sababli men har doim eshitdimki, ishga kirsam pensiyam kesilar ekan degan gapga ishonmaslikni maslahat beraman. To'g'ri javobni faqat rasmiy tartib va sizning shaxsiy hujjatlaringiz bo'yicha olish mumkin. Ikkinchi nozik jihat, chet elga chiqish. Ba'zi pensionerlar farzandlari yoniga 3 oy, 6 oy yoki undan uzoq muddatga ketadi.
Bu holatda pensiya to'lovining davom etishi, tasdiqlash tartibi, bank kartadan foydalanish va yashash joyi bo'yicha talablar bo'lishi mumkin. Eng katta xato: odam ketadi, telefonini o'zgartiradi, bank xabarnomalarini ko'rmaydi. Keyin karta bloklanadi yoki tekshiruv uchun chaqirib keladi. Chet elga ketayotgan pensioner oldindan pensiya bo'limi, bank va zarur bo'lsa, konsullik tartiblarini aniqlashtirib olish kerak. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa yoki boshqa sabab bilan o'zi pul ola olmasa, yaqiniga ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnoma og'zaki rozilik emas, onam aytgandi. Otam ruxsat bergan degan gap oilada tushunarli bo'lishi mumkin, ammo bank va davlat organlari uchun hujjat kerak. Ishonchnomaning muddati, vakolat doirasi va notarial tasdiqlanishi muhim. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pul olishni davom ettirish xavfli. 4-chi nozik jihat: vafot etgan pensiyaning oxirgi pensiyasi. Oilalar ko'pincha bu masalada adashadi. Bir tomondan odamning oxirgi oy uchun oladigan puli bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan vafotdan keyin avtomatik tushgan pulni kartadan yechish noqonuniy bo'lishi mumkin. Farqni rasmiy tartib hal qiladi. Shuning uchun pensioner vafot etganida yaqinlar birinchi navbatda FADYO orqali o'lim guvohnomasini olishi, keyin tegishli pensiya organiga murojaat qilishi kerak. Dafn puli olinmay qolgan pensiya yoki meros masalasi hujjat bilan hal qilinadi. Karta orqali shoshilib pul yechish keyin oilani qarzdor qilib qo'yishi mumkin. 5-chi nozik jihat: ortiqcha to'lov har doim yomon niyat bilan bog'liq bo'lmaydi. Ba'zan tizim kechikib yangilanadi, tashkilot ma'lumotni vaqtida yubormaydi. Bank operatsiyasi takrorlanadi yoki hujjat noto'g'ri kiritiladi. Lekin ortiqcha to'lov aniqlansa, bu mening aybim emas deb chetga chiqib bo'lmaydi. Bunday vaziyatda yozma tushuntirish berish, to'lov tarixi nusxasini olish, qaysi davr uchun ortiqcha hisoblanganini aniqlash va qarorga e'tiroz bo'lsa, belgilangan tartibda shikoyat qilish kerak. 6-chi nozik jihat: telefon orqali kelgan xabarlarga aldanmaslik. Keyingi paytlari pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtaydi, kartangiz bloklanadi, yangi qoida chiqdi, kodni ayting, ariza yozib beramiz deb aldovchilar ko'paygan. Men qat'iy ogohlantiraman. Bank kartangiz kodi, SMS parol, pasportingizning to'liq nusxasi va elektron imzo ma'lumotlarini begona odamga bermang. Pensiya masalasi rasmiy idora, bank yoki davlat xizmatlari orqali hal qilinadi. Telefon qilgan odam o'zini kim deb tanishtirmasin. Siz avval rasmiy raqam qayta qo'ng'iroq qiling yoki idoraga borib aniqlang. 7-chi nozik jihat: hamma pensionerlarga taqiqlanadi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Taqiq degani pensiya olishning o'zi taqiqlanadi degani emas. Taqiqlanadigan narsa noto'g'ri hujjat bilan pul olish, huquq yo'qolgandan keyin to'lovni davom ettirish, boshqa odamning pulini hujjatsiz olish, o'zgarishlarni yashirish, soxta ma'lumot berish, bank kartasidan noqonuniy foydalanish. Qonuniy pensiya oladigan odamning huquqi himoya qilinadi. Lekin huquq bilan birga majburiyat ham bor. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: o'z hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank kartasi va hisob raqami ma'lumotlari tartibda bo'lishi kerak. Agar biror hujjatda ism, familiya, tug'ilgan sana yoki sana xato bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Ikkinchi qadam: o'zgarish bo'lsa yozib murojaat qiling. Og'zaki aytib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz yashash joyingizni o'zgartirdingiz, ishga kirdingiz. Chet elga ketmoqchisiz, nogironlik ko'rgingiz muddati yaqinlashdi yoki o'qish holatingiz o'zgardi. Bunday paytda tegishli pensiya bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki rasmiy elektron xizmat orqali murojaat qiling. Arizada mening holatimda shunday o'zgarish bo'ldi, pensiya to'loviga ta'siri bor yo'qligini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 3-chi qadam: har bir murojaat bo'yicha tasdiq oling. Agar idoraga borsangiz, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Elektron yuborsangiz, ariza raqamini saqlang. Bankka murojaat qilsangiz, operator aytgan gap bilan cheklanmang. Iloji bo'lsa yozma javob yoki SMS tasdiqni saqlang. Keyin nizo chiqsa, men vaqtida xabar berganman deb isbotlash uchun sizda dalil bo'ladi. 4-chi qadam: bank kartangizni nazorat qiling. Kartani begona odamga bermang. Farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa ham, hammasi aniq va qonuniy bo'lsin. Agar pensioner yura olmasa, ishonchni rasmiylashtiring. Agar karta yo'qolsa, darhol bankka xabar bering.
Agar karta kutilmagan ortiqcha pul tushsa, uni darhol yechib olmang. Avval bankdan yoki pensiya organidan bu pul nima uchun tushganini aniqlang. 5-qadam, nogironlik bo'yicha muddatlarni kuzating. Ko'rik muddati qachon tugashini alohida yozib qo'ying. 1 oy oldin tayyorgarlikni boshlang. Tibbiy hujjatlar, shifokor xulosalari, davolanish varaqalari, tahlillar va boshqa zarur ma'lumotlarni yig'ing. Ko'rikka kechikish pensiya to'lovida uzilish keltirib chiqarishi mumkin. Agar sog'liq sabab bora olmasangiz, bu bo'yicha qanday tartib borligini oldindan so'rang. 6-qadam, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish ma'lumotlarini yangilang. Talaba kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qishdan chetlatilsa, akademik ta'til olsa, sirtqi yoki kechki ta'limga o'tsa, buni yashirmaslik kerak. Har semestr yoki har o'quv yilida o'qish holati tasdiqlanishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu hujjatni oldindan tayyorlab yuring. 7-qadam, ortiqcha to'lov haqida xabar kelsa shoshilmang, lekin kechiktirmang. Avval qaror yoki hisob-kitob nusxasini so'rang. Qaysi oylar uchun, qaysi asos bilan, qancha summa ortiqcha deb topilganini aniqlang. Agar xatolik bo'lsa, yozma e'tiroz bering. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, qaytarish tartibini kelishib oling. Ba'zan odamlar xabarni ko'rib qo'rqib ketadi va umuman bormay qo'yadi. Bu eng noto'g'ri yo'l. Bormasangiz, masala o'z-o'zidan yo'qolmaydi, aksincha og'irlashishi mumkin. 8-qadam. Firibgarlardan himoyalaning. Hech kimga SMS kod aytmang. Hech kimga bank kartangizning orqa tomonidagi raqamlarni bermang. Elektron imzo kalitini begona odamga topshirmang. Pensiyangiz oshiriladi. Faqat kodni ayting degan gap yolg'on bo'lishi mumkin. Rasmiy xodim hech qachon sizdan SMS kodni so'rab, pulingizni boshqa hisobga o'tkazishni talab qilmaydi. Shubhali holatda farzandingizga, bankning rasmiy raqamiga yoki tegishli idoraga murojaat qiling. 9-qadam. Farzandlar, pensioner ota-onasining hujjatlarini tartibga solib bersin. Ko'p otaxon va onaxonlar telefon, elektron xizmat, bank ilovalari bilan qiynaladi. Farzandlar yordam berish kerak, lekin bu yordam shaffof bo'lsin. Ota-onaning roziligi bo'lsin, karta harakati tushunarli bo'lsin, ishonchnoma kerak bo'lsa rasmiylashtirilsin. Oilaviy ishonch yaxshi, lekin huquqiy tartib bo'lmasa, keyin aka-uka, opa-singil o'rtasida ham nizo chiqishi mumkin. 10-qadam, pensiya miqdorini tekshirtirib turing. Ba'zan pensioner o'ziga tegishli ustama yoki qo'shimcha hisoblanmaganini bilmaydi. Ba'zan esa aksincha, noto'g'ri ustama qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin. Ikkala holat ham muhim. Siz pensiya bo'limiga borib yoki rasmiy xizmatlar orqali mening pensiyam qanday asoslar bo'yicha hisoblangan, ish stajim qanchadan olingan, qanday ustamalar bor deb so'rashingiz mumkin. Bu savol berish sizning huquqingiz. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensionerlar o'z huquqini talab qilishdan qo'rqmasin. Agar sizga asossiz ravishda pensiya to'xtatildi, noto'g'ri hisoblandi yoki hujjatingiz qabul qilinmadi deb hisoblasangiz, yozma javob so'rang. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, undan keyin yuqori tashkilotga, sudga yoki boshqa vakolatli organga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Huquqiy masalada eng kuchli narsa hujjat va muddatdir. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlarga pensiya olish taqiqlanayotgani yo'q. Lekin pensiyani noqonuniy olish, o'zgarishlarni yashirish, boshqa odam nomidan hujjatsiz pul olish, vafot etgan pensioner kartasidan foydalanish, soxta yoki eskirgan ma'lumot bilan to'lov olish qat'iy muammo keltirib chiqaradi. Yangi tartib va kuchaygan nazorat shuni ko'rsatadiki, endi bilmasdan qolibdi degan holatlar ham tekshiriladi. Ortiqcha to'lov bo'lsa, qaytarish masalasi qo'yiladi. Men sizga maslahat beraman. Hujjatlaringizni tekshiring. O'zgarish bo'lsa darhol xabar bering. Har bir murojaatni yozma tasdiqlatib oling, bank kartangizni himoya qiling va shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Shu oddiy qadamlar pensionerni katta tashvishdan saqlaydi. Sizningcha, pensionerlar uchun bunday nazorat adolatlimi yoki tartiblar yanada soddalashtirilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjat masalalarini yana ham tushunarli qilib izohlab beraman.